Masu'nun Sünçenni qayil qilish hikoyasini balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Masu qanday qilib, qaysi iqtidoriga tayinib Sünçenni qayil qiladi? Yurak berib, 6 raqamni yo'lda o'tgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Mushu Saupi 5 yo'l bo'yicha shu davlatga, ya'ni Zhugolyanglar hujum qilgan vaqtda Zhugolyang Sünçenninki yuz o'rib Saupi bilan birlashib o'ziga hujum qilishidan ansirab Masuni uni qayil qilishga aytadi. Masu Sünçenning yeniga borgan vaqtda uning uchun bir moy qazni tayyorlangan Masuni o'ldirib o'tish uchun. Masu mishada mardonlik bilan o'zining so'z qobiliyatiga qayil qilish kuchiga tayinib Sünçenni tillab turib qayil qiladi. Ya'ni o'zi bilan birlashadigan holatga Wei davlatininki elchisini ko'ydirib o'ldirib o'tadigan holatga akilalaydi. Demak, mishadiki bir ko'rinishga qarab biz nimani his qila olamiz degan vaqtda amaliyotda bir odamningki eg'iz mahorati, so'zlash mahorati, ya'ni qoyil qilish kuchi har qanday narsadan ish pishdi. Necha 10 ming kishilik lashkar qilolmagan ishni agar bir odamning haqiqatan shu jihat iqtidor bo'lsa, demak shu hal qilib o'tadi degan gap. Shunga burungi zamonda bo'lsin, hozirgi zamonda bo'lsin, noch ishlarni hal qila oladiganlar, ya'ni ishlarni oson hal qila oladiganlar hammasi o'zininki eg'iz qobiliyatiga, ya'ni so'zlash mahoratiga tayinib o'sha ishlarni hal qilib kelgan. Cho'ng ishlarni qilib kelgan. Shunga agar sizmi cho'ng ishlarni qilaman deyotgansiz, ishlarni oson hal qilaman deyotgansiz, cho'qim o'zingizning eg'iz mahoratiga, nutq mahoratiga, so'zlash qobiliyatiga kuchingiz ham shuni yuqori ko'tarishingiz kerak. Agar sizmi nutq mahorati jihatda, so'zlash qobiliyati jihatda, boshqalarni qoyil qilish jihatda o'zingizning iqtidorini oshirmoqchi bo'lsangiz, mush jihatdan o'rganmoqchi bo'lsangiz, izdan muallimniki 6-oyning 18-19 kuni Xotan diyorida o'tkaziladigan naq maydon nutq mahorat amaliy mashq darslariga qatnashib, bu dars orqali siz chuqur yuqori unumga erisha olasiz.